Biz aqlli geologiya konsepsiyasiga o'tmoqdamiz. Bugun prezidentimizga ushbu strategik sohani raqamli transformatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli reja taqdim etildi. Dasturga 44 ta istiqbolli loyiha kiritilgan bo'lib, sohaga sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish, xorijiy investorlar uchun ham manfaatli bo'lgan milliy geologik ma'lumotlar bazasini yaratish ko'zda tutilgan. Maqsad tarmoqni yuqori texnologiyali sohaga aylantirish, milliardlab mablag'larni tejash hamda konlarni topish imkonini 2 barobarga oshirishdan iborat. O'zbekiston tog' sanoati qanday raqamli tus olayotgani va iqtisodiyotimiz uchun strategik ahamiyati hozirgi lavhadan o'rin olgan. Bugun milliy geologiya sohasi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, sohani raqamlashtirish va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanishdir. Bu nafaqat geologiya qidiruv ishlari aniqligini oshirish zarurati, balki katta miqdordagi mablag'larni tejash imkoniyati bilan ham bog'liq. Eslatib o'tamiz, joriy yilda tegishli vazirlik rahbari bir necha bor prezidentimizga taqdimot bilan kirgandi va har gal mamlakatimiz yetakchisi sohadagi aniq vazifalarni belgilab beradi. Chunki geologiya va unga bog'liq tog' sanoati zamonaviy iqtisodiy o'sish modelining muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Ushbu transformatsiya jarayoni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Masalaning dolzarbligi va muhimligidan kelib chiqqan holda bugungi suhbat tog' sanoati va umuman geologiya sohasiga raqamli yechimlar va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish masalasiga urg'u bergan holda olib borildi. Muhtaram prezidentimizning topshiriqlariga muvofiq bizga tog' sanoati va geologiya sohasiga texnologik transformatsiya, raqamlashtirish, sun'iy intellektlarni joriy qilish loyihalari bo'yicha topshiriq bergandilar. Biz tomonidan 44 ta loyiha tayinlangan, takliflari bugun shularning taqdimoti bo'ladi. Asosiy maqsadimiz har bir bizadagi ma'lumotlarni raqamga o'tkazib, shuni hisobiga sun'iy intellektni joriy qilgan holda operatsion xarajatlarni tushirish, samaradorlikni oshirish va eng asosiy masala yirik korxonalarimizni raqobatbardosh qilish. Bugungi taqdimotga hurmatli prezidentimiz topshiriqlariga asosan tog' geologiya sanoati sohasida raqamli transformatsiya jarayonlarini amalga oshirish, sun'iy intellektni rivojlantirish orqali ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxini pasaytirish hamda jahondagi ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tannarxi raqobatbardoshligi erishish maqsadida tog' sanoatini raqamli transformatsiya qilish bo'yicha taqdimot tayyorlangan. Tog' sanoati huzurida markaz tashkil qilinadi. Ushbu markaz tog' sanoati tomonidan auksion orqali sotiladigan obyektlar hisobidan kelib tushadigan mablag'ni bir qismi hisobidan mollashtiradi. Ushbu markazga xalqaro talablarga javob beradigan kadrlarni hamda xalqaro konsultantlarni jalb qilish orqali ushbu markaz faoliyatini amalga oshirish rejalashtirilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun tog' sanoati va geologiya sohasida raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish yuzasidan taqdimot bilan tanishar ekan, avvalo amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsadini yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Tog' sanoati va geologiya tarmog'ini texnologik transformatsiya qilish, raqamlashtirish va sun'iy intellektni joriy qilish bo'yicha juda ko'p topshiriq berganman. Maqsad muddaomizni tog' sanoatida qo'shimcha qiymatni ko'paytirish. Shu 6 ta tog' sanoati korxonalarida nimalar o'zgaradi, nima qilishimiz kerak degan savolni biz necha marta buni muhokama qilyapmiz. Iqtisodiy xavfsizlik, investitsiya va resurslardan samarali foydalanish uchun strategik hozir zaruriyat paydo bo'lyapti. Dunyo shunga intilyapti. Barqaror rivojlanish va raqamli geologiya konsepsiyasi juda tez rivojlanyapti. Ko'p mamlakatlarda ko'rib turibmiz buni. Oxirgi 5-10 yilda qancha o'zgarishlar bo'ldi. Qo'shilgan qiymat va tannarx nuqtai nazardan bizda juda katta imkoniyatimiz bor desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Statistik ma'lumotlar ham tog' sanoati naqadar muhimligini ko'rsatadi. 2025-yilda jami sanoat mahsulotining 20% ushbu soha korxonalari hissasiga to'g'ri keldi. Ularning budjetga tushumlari 118,5 trillion so'mni tashkil etdi. Shu bois sohani texnologik transformatsiya qilish, ishlab chiqarish va mehnat resurslaridan samarali foydalanish, zamonaviy raqamli yechimlarni keng tatbiq etish, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, investitsiyalarni ko'paytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishda strategik ahamiyat kasb etadi. Dunyoda barqaror rivojlanish va raqamli geologiya konsepsiyalari jadal rivojlanmoqda. Mamlakatimizda ham bu borada muayyan ishlar amalga oshirilgan. Xususan 2025-yilda yirik tog' sanoati korxonalarida 7,3 trillion so'm operatsion xarajatlar tejalib, mahsulot tannarxi 9,1% ga kamaygan. Shuningdek, geomonitoring axborot tizimi joriy etilib, 2000 dan ortiq qazilma uchastkalariga oid ma'lumotlar raqamlashtirilgan. Kelgusi 5 yilda oltin zaxirasini qo'shimcha 879 tonnaga, kumushni 510 tonnaga
tonnaga, misni 676 ming tonnaga oshirish bo'yicha ishlar boshlangani qayd etildi. Sun'iy intellekt texnologiyalari geologik ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, qazilma boyliklarini prognozlash, zaxiralarni aniq hisoblash va burg'ulash ishlari samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu maqsadda geologiya qidiruv jarayonlarining barcha bosqichlariga sun'iy intellekt yechimlarini joriy etish rejalashtirilgan. Prezidentimiz buning uchun sohada texnologik transformatsiyani yangi bosqichga olib chiqish, ishlab chiqarish jarayonlarini sun'iy intellekt yordamida boshqarish va tahlil qilish tizimini shakllantirish zarurligini ta'kidladi. Tog' sanoati va geologiyada xaritalar, qidiruv natijalari, burg'ulash ma'lumotlari, laboratoriya tahlillari va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari kabi juda katta hajmdagi ma'lumotlar shakllanadi. Ularni yagona elektron bazaga jamlash, tezkor qidirish va 3D modellari orqali tahlil qilish yangi konlarni aniqlash imkoniyatini oshiradi. Buning natijasida tan narxini 10% ga kamaytirish, yangi konlarni ochish muddatini 2 karra qisqartirish, investorlarga taqdim etiladigan takliflar sonini 4 barobar oshirish mumkinligi ko'rsatib o'tildi. Taqdimotda 2030-yilgacha geologiya va tog' sanoatiga 30 milliard dollardan ortiq investitsiya jalb qilish maqsad qilingani ta'kidlandi. Buning uchun avvalo investorlar talab qilayotgan sifatli va ishonchli raqamli ma'lumotlar bazasini shakllantirish zarur. Shu munosabat bilan geologik ma'lumotlar milliy bazasini yaratish taklif qilindi. Bu jarayonda texnologik transformatsiya markazi tashkil etilib, mavjud 36 mingdan ortiq hisobotlar va birlamchi ma'lumotlar raqamli ko'rinishga o'tkaziladi. Natijada geologik ma'lumotlarni shakllantirish, konlarni modellash va zaxiralarni hisoblash jarayoni 2 karra tezlashadi. Taqdimotda 2026-2030 yillarda geologiya sohasida hamda 6 ta yirik korxona, Navoiy kon metallurgiya kombinati, Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Navoiy uran, O'zmet kombinat, O'zbek ko'mir hamda O'zbekiston texnologik metallar kombinatida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha jami 44 ta loyihani amalga oshirish rejalari haqida axborot berildi. Ushbu loyihalar 5 asosiy yo'nalishni qamrab oladi. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, korporativ boshqaruvni raqamlashtirish, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, mehnat va sanoat xavfsizligini ta'minlash hamda kon geologiya ishlarini raqamli transformatsiya qilish. Loyihalarni amalga oshirish natijasida operatsion samaradorlik 7% ga, texnika va uskunalar ishonchliligi 20% ga, energiya samaradorligi 8% ga oshishi kutilmoqda. Shuningdek, inson omili bilan bog'liq xato va xavflar 15% ga kamayishi mumkin. Keyinchalik ushbu yechimlarni patentlash zarurligi ko'rsatib o'tildi. Mutasaddilarga tog' sanoati korxonalari biznes rejalarini tuzishda ishlab chiqarish va mehnat resurslari samaradorligini oshirishga oid chora-tadbirlarni kiritish, texnologik va sun'iy intellekt loyihalari bo'yicha alohida dasturlarni tasdiqlab borish topshirildi. Tog' sanoat va geologiya vazirligi huzurida texnik transformatsiya raqamlashtirish markazini tashkil etish bo'yicha 30-yilga qadar 3 bosqichdan iborat bosqichma-bosqich to'liq raqamli transformatsiyaga o'tish maqsadlari belgilab olindi. Bunda birinchi bosqichda tog' sanoatiga taalluqli bo'lgan korxonalarda har bir jarayonlarni ishlab chiqarish jarayonlari, tannarxni shakllantirish, xarajatlarni rejalashtirish, shuningdek ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish masalalari bo'yicha raqamli transformatsiya orqali amalga oshirish belgilab olindi. Ushbu texnik markaz nima beradi? O'z navbatda hozirgi kunda o'sha ishlab chiqaradigan mahsulotlarni tannarxini pasaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish dasturini amalga oshirish va buning natijasida korxonani tushumi, daromadi hamda foydasini ko'paytirishga yo'naltirilgan transformatsiya jarayonlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, kadrlarni tayyorlash masalasi ko'rib chiqildi. Bunga jahondagi yetakchi bo'lgan kadrlarni jalb qilish masalasi bo'yicha ham alohida topshiriq bo'ldi. Bu bo'yicha albatta o'sha markazni o'z mablag'i belgilab berildi. Bu o'z navbatda tannarx dasturini to'liq amalga oshirish, ishlab chiqarilgan mahsulotni bir-birlik bo'yicha alohida energiya resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab olindi.